Shuning uchun ayollarning ishi, birodarlar, uyda, asosiy ishi farzandlarning tarbiyasi. Chunki siz bilan biz erkak kishilar ko'chada yuramiz. Farzandlarni ayollar tarbiya qiladi. Agar hozir biz aytayotgan ayol 5 mahal namozini o'qigan bo'lsa, o'zini pokiza saqlagan bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutgan bo'lsa, mana shu farzandlarni qilgan xizmati uchun jannatga kirishi yetadi. Chunki bu ayolning zimmasiga Alloh taolo mana shu ishni yuklaganida chiroyli suratda ado qildi. Chunki erining tarbiyasi, erining xizmati, farzandlarning xizmati, oilasining xizmati bu ayol uchun birinchi o'rindagi amal edi. Dalil bor birodarlar bu gapimizga. Havoda olib gapirmayapmiz. Shuning uchun uyda faqat oilasini tarbiyasi bilan shug'ullanib o'tirgan opalar, singillar, kelinlar xotirjam bo'lsin. Erining xizmatini qilgan bo'lsa, oilasini tarbiyasini, farzandlarning tarbiyasini zo'r qilgan bo'lsa, shu ayolga jannatga kirishlikka kifoya qiladi o'sha amal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadisda, "Man kana lahu thalathu banatin yu'wihunna va yakfihunna va yarhamhunna faqad wajibat lahu al-jannatu albatta." Rasululloh aytadilar, kimning 3 ta qizi bo'lsa, ularni parvarish qilsa, ularga kifoya qilsa, ya'ni sarf-xarajatini qilsa, ularga rahim qilsa, tahqiq unga jannat vojib bo'ladi. Albatta. Albatta jannat vojib bo'ladi. 3 ta qizni ta'lim tarbiya berib, axloqli qilib joyiga uzatadigan bo'lsa. Ya Rasululloh, 2 ta bo'lsa-chi deydi. 2 ta bo'lsa ham. Bitta bo'lsa-chi? Bitta bo'lsa ham. Agar shariatda aytilgandek tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan bo'lsak, agar qo'liga iPhone'da Galaxy'ni berib qo'yib, internetga o'tkazib qo'ymagan bo'lsak, agar erga berganimizda qayna-qaynatasiga aql o'rgatadigan, kuyovga tikka qaraydigan qilib uzatmagan bo'lsak, agar qizlarimizni tarbiyasi bilan shug'ullangan bo'lsak,